Farzandnoma. Obiddin Mahmudov. Axloq odob mustahkam zaminda vujudga keladi, yuksaladi. Mustahkam zamin bu donishmand bobo-mamolarning ko'p ming yillik axloqiy, ruhiy, hayotiy tajribalari, ma'rifatli ota-onalarning maqbul tarbiyasi, munavvar fikrli ustozlarning ilmu hikmatga boy ta'lim o'gitlari, zakovat xazinasi bo'lmish azizu fozillarning ulkan ma'naviy ibrati, adolat va yurtparvar yo'lboshchi rahbarlarning samimiy yo'l yo'riqlari hamda saxovatpesha zotlarning ko'rsatgan xolis yordamidir. Bunday sog'lom muhitda voyaga yetgan yosh avlodning turgan gapki, odobi go'zal, bilimi chuqur, tafakkuri yuksak, mushohadasi keng, muhimi jamiyat ravnaqi yo'lida xizmat qiladigan komil inson bo'lib shakllanadi. Kitob farzand tarbiyasi va uning kamoloti uchun befarq bo'lmagan ota-onalarga, ustoz murabbiylarga, qolaversa insoniyatning ma'naviy yuksalishi yo'lida jon kuydirayotgan fidoyi, zahmatkash ziyolilarga mo'ljallangan. U siz va zurriyotlaringiz sevib o'qiydigan asarga aylanadi deb umid qilamiz. Ushbu asar vatanimiz mustaqilligining 24 yilligiga bag'ishlanadi. Baxt va saodat faqat boylik, mol va mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch. Biz sharqliklar ota-ona, ustoz hurmatini qadrlaydigan xalqmiz. Ularning tur ma'no so'zlariga, hayotiy xulosalariga quloq tutamiz. Unga amal qilishga intilamiz. Chunki hikmat, ibratli so'z kishining zehnini charxlaydi, nuqsonlarini bilish va undan qutulishga undaydi. Ana shu nodir ozuqa tufayli inson botinan poklanib, ma'nan yuksalib boradi. Mazkur kitob odamzodning ana shunday nozik torlariga ta'sir etib, biz ota-onalarni umr mazmuni haqida o'zimiz to'g'rimizda, zurriyotlarimiz barkamolligi yo'lida yanada chuqurroq o'ylashga undaydi. Men o'ylaymanki, mana shunday kitoblar hozir bizning yoshlarimizga nihoyat darajada zarur. Chunki yoshlik bu bizning kelajagimiz. Yoshlik bu bizning vatanimizning kelajagi ravnaqi. Aziz farzandim, senga otalik tilagim shu. Umringni borini el yurt manfaat yo'liga sarfla. Kam bo'lmaysan. Ilohim, umring uzoq, rizqing ziyoda, yuzing hamisha yorug' bo'lsin. Obidinjon o'g'lim qanchalar mehnat qildi bu kitobni yozish uchun. Qanchalar tunlarini bedor o'tkazdi. Hayot bu insonga bir marta beriladigan bir oliy ne'mat. O'g'limning shu kitobini qo'limga olar ekanman, hayajondan ko'zlarimga yosh keladi. Qalbim faxrga, g'ururga to'ladi. Shunday farzandni voyaga yetkazganim uchun o'zim butun xalqim oldida baxtliman. Farzandnoma. Dono, oqil va qobil munosabatlari. Illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kimki neni istasa topar begumon. Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Sadriddin Salim Buxoriy. Sada daraxti tagidagi so'rida el yurt e'zozida bo'lgan
ulug' alloma zot bilan xalq orasida hurmat va izzat topgan, ko'pni ko'rgan piru badavlat oqsoqol suhbatlashib o'tirishgan edi. Ularning huzuriga bir o'smir keldi. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, odob bilan salom berdi. Salomga alik olindi va unga o'tirishga izn berildi. O'smir bul tabarruk zotlardan unga komillik yo'llari, munosib yashashning sir va asrorlarini o'rgatishni iltimos qildi. Ularning muloqoti 7 kun davom etdi. Har kungi suhbatning mavzusi o'zgacha yo'nalish va mazmunga ega bo'lib, o'smir qalbini yoritar, uning yashashga bo'lgan ishtiyoqini orttirar edi. Suhbat tarzi goho ibratli hikoyat va nasihatlardan, goho o'zaro savol-javoblardan iborat bo'lar edi. Shunday qilib, quyida alloma zot, dono ustoz, oqsoqol, oqil ota, o'smir, qobil farzand o'rtasidagi o'zaro muloqot havola etiladi. Birinchi kun. Dunyoda eng shirin narsa. Dono suhbatni ajoyib bir hikoyatdan boshladi. Hikoyat. Mahallada 120 yoshga kirgan nuroniy oqsoqol bor edi. Bir kuni odamlar ul tabarruk zotdan uzoq umr ko'rishining sirini so'rashdi. Avvalo ota-onam, ustozlarim va yaxshi insonlar duolari ijobati, qolaversa hayotimda qilgan yaxshi ishlarim natijasi va albatta sog'lig'imga e'tibor berib, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanganim hamda kelajakka qattiq umid bog'lab yashaganim tufaylidir, deb javob berdi Mo'ysafid. Undan yana so'rashdi. Dunyoda shirin narsa nima? U javob berdi. Dunyoda jon shirin. O'z joning o'zingga shirin. Chunki u halovat istagan paytda kishining ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Shuningdek, inson faqat o'ziga eng aziz bo'lgan zot uchun o'z jonidan voz kechadi. Mo'ysafiddan yana so'rashdi. Insondan nima qoladi? Javob berdi. Ko'ngil qoladi, bolalarim, ko'ngil qoladi. Odamlar bu olamga birin-ketin kelishadi va oshini oshab, umrini yashab bo'lganidan keyin xuddi avvalgidek navbatma-navbat qaytmas dunyoga ravona bo'lishadi. Kishilarda aynan shu ko'ngil tufayli hali hayot bo'lganlari vafot etganlarni yorqin taassurotlari bilan yodga olishadi. Ularning hayotidagi ajoyib xotiralardan so'ylashadi. Ezgu ishlarini zurriyotlari-yu boshqalarga ibrat qilib ko'rsatishadi. Mo'ysafiddan yana so'rashdi. Insonda nimalar mukammal emas? Javob berdi. Uning fe'l atvori, azmu qarori, ko'nglining xotirjamligi, hayotning baxtli kunlari-yu sinovlariga bo'lgan munosabati, o'y xayollari va hokazo. Buning boisi nedir? Buning sababi shuki, faqat odamzodgina ongini yuksaltirish qobiliyatiga ega. Kishi umri davomida ilm, tarbiya olib, hayotning past balandini ko'rib borgani sayin, uning tafakkuri takomillashib, qalbi go'zallashib, o'zi esa odamiylik fazilatlariga ega bo'lib boraveradi. Ushbular alal oqibat insonda dunyo qarashining o'zgarishiga, qalbidagi his-tuyg'ularining turli darajada yuksalishiga zamin yaratadi hamda yuqorida qayd etilgan holatlarga o'z ta'sirini o'tkazib boradi. Mo'ysafidni yana savolga tutishdi.
qalb nidosi bilan ichki ehtiroslar o'rtasida qanday tafovut mavjud? Javob berdi. Birinchisi, kishini mushohada etishga chorlaydi. Ikkinchisi, shoshqaloqlikka. Yana savol berishdi. Hayot sinovlarini yengib o'tishda insonga nimalar kuch-quvvat, matonat bag'ishlaydi? Javob berdi. Umidvorlik, e'tiqodning mustahkamligi, metin iroda hamda xayrli yumushlar. Buning boisi nedir? Buning sababi shuki, ertangi kunga bo'lgan umid tuyg'usi kishida hayotni zavq-shavq bilan yashashga chorlaydi. E'tiqodning mustahkamligi uni sobit qadam etadi. Ezgu maqsad yo'lidagi metin iroda esa hayot sinovlariga bardoshli bo'lishga undab, o'ziga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlaydi. Shuningdek, xayrli ishlarning samarasini ko'rish istagi ham ushbu sinovli yo'llarni bosib o'tishda insonga o'ziga xos kuch, madad baxsh etadi. Oqil 7 yumushning ziyoni. Oqil Qobilga nasihat qilib dedi. Jigarbandim, 7 yumush bilan aslo mashg'ul bo'lmaginki, oqibatda senga ulardan ziyon yetadi. Bular birovlar dilini ranjitmoq, har ishda shoshqaloqlik qilmoq, maishatga mukkasidan ketmoq, qo'li egri bo'lmoq, yolg'on guvohlik bermoq, omonatga xiyonat qilmoq, umr vaqtni behuda ishlarga sarflamoq. Dilbandim, farzand tarbiyasi asov otni jilovlash kabidir. Bunda oqil ota mohir chavandoz, tarbiyaga muhtoj nomnihol asov ot. Tarbiya esa tizginni boshqarish demak. Manzilga yetish, ya'ni munosib farzandni voyaga yetkazish aynan jilovbardor, oqil otaning tutgan tutumiga bevosita bog'liq. Chunki jilovlangan otgina egasini ko'zlangan maqsadga eltadi. Tizgin mohirona boshqarilgandagina manzilga eson-omon yetilganidek, dilbandi tarbiyasi bilan astoydil shug'ullanish tufayligina maqsad gulni termoqqa muvaffaq aylaydi. Shu bilan birga asov vaqtida tizginlanmasa, ya'ni tarbiya bilan yoshlikdan va muntazam shug'ullanmasa, keyinchalik uni jilovlash, farzandga go'zal tarbiya berish mushkul yumushga aylanadi. Achinarlisi, jilovlanmagan ot oxir oqibat egasini halok etgani kabi, noqobil farzand dastidan ota el yurt oldida sharmisor bo'ladi. Muhimi, ot jilovi goh-gohida erkin qo'yilganidek, qiblagoh ham o'z jigarbandiga nisbatan ham ota, ham do'st, ham sirdosh, ham yo'l ko'rsatuvchi bo'lmog'i lozim. Bolaning bolaligi ayb ishni ataydan emas, balki tajribasizligi oqibatida qiladi. Bunday vaqtda otaning tadbirkorligi bosiqlik bilan dilbandining kayfiyatini o'rganadi. So'ng kamchiligini e'tirof etish orqali to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Bunday go'zal tarzdagi ota tanbehi farzand tarbiyasida har qanday tarsaki, shapaloqdan 1000 chandon ortiq samarali ekaniga shubha yo'q. Komil farzandning xislatlari shundoqdir. Bugunning sarhisobini qiladi va ertangi kun bajaradigan ishlarni rejalashtiradi. Har bir daqiqani g'animat biladi va undan unumli foydalana oladi. Foydali ilm qirralarini puxta o'rganadi.
jamiyatga manfaatli kasb hunar sirlarini mustahkam o'zlashtiradi. Boshqalarning nuqsonini ko'rgani zahoti o'z xulq atvoridagi kamchiliklarni isloh qilishga kirishadi. Tomirda mangu berdidek jasorat qoni oqadi. Shuurda beruniydek bilag'onlik xislati jo'sh uradi. Xulq atvorida Navoiy kabi ilm ummoniga xoslik fazilatlari bo'y ko'rsatadi. Suhbat gala o'zaro savol-javoblarga keldi. Qobil so'radi. Noshud ota kim? Oqil javob berdi. Farzand taqdiriga e'tiborsiz, o'zi tarbiyaga muhtoj, toshbag'ir va johil kimsa. Qobil so'radi. Kishi uchun umri davomida bajarishi qiyin bo'lgan yumushlardan ogoh etsangiz. Oqil javob berdi. Bular asosan quyidagilar: taqdirga tan berish, birovlarga ko'rsatgan xolis yaxshiligi uchun aynan o'sha insonga nisbatan ta'ma umidida bo'lmaslik, sirini ko'ngil idishining tubida, til qopqog'ining tagida mustahkam saqlash, ota-onasi bilan farzandlari manfaati to'qnash kelganda eng to'g'ri qarorni qabul qilish, o'zining kibrga o'rgangan menligidan voz kechish. Suhbat shu yerga yetganda quyoshning taftli nuri ufq ortiga yashirindi. Kun tugab, kech kirdi. Suhbat yakunida dono Qobilga quyidagi xotima nasihatni qildi. Odamzod tirikligining asosi ilm va harakat bilan belgilanadi. Ma'rifatli kishining niyati hayotini mazmunli kechirish bilan baholanadi. Bu dunyo lazzati va rohati to'g'ri va lozim tarbiyani o'z vaqtida olishi, uni boshqalarga ulashishi hamda riyozat orqali kishi o'zligini anglashida bilinadi.